Mirzo Ulug'bek rayoniga kelganmiz. Novomoskovskiydanmiz. Akalar, to'g'rimizda start stadion. Bu yerdan Parkinskiga tushib ketsak bo'ladi, Maksim Gorkiga tushib ketsak bo'ladi. Uglovoy domimizda 5-etajdan to'rxona uyimiz sotuvga chiqyapti. Pastda bilasizlar, restoran, kafe, polniy rad ketgan. 94 kvadrat to'rxonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Kvadrati 1,5 ming dollardan sotib qolinglar. Uyga kirib kelishda shunaqa yaxshi ishlab olib qo'yibdilar. Kirib prixo'ja. Birinchi xonamiz. Katta spalniy детский ekan. Ikkinchi xonamiz. Uydan shu pianino bilan mana shu divonni olib chiqib ketar ekanlar, qolgan hamma narsa qolar ekan. Tualet vanda razdельный. Yana bitta spalniy. Oshxonamiz. Uyda komfortli yashash uchun hamma shart-sharoitlar tayyor ekan. Ipoteka ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi $141 ming. Sotib qolinglar.